$100 yutib oladigan ko'ramiz degan. Qara desang bilan $100lik o'yin qilamiz. Agar mana shuni bittasini olib ketishim mumkin. Hozir. Mana shu karta agar sen mana shuni rangini topsang 200 ming. Gulini topsang 400 ming. Agar qaysi karta tuz, korol yoki sonlardan bittasi agar o'shani topsang, mana $100 senga turadi. Давайте. Tanla любой kartani. Hoppa, tepaga ko'targan. Qara. Oldiga qo'ydim. Rangi oq yoki ko'k. Oq. To'g'ri topding. 200 ming bor senga. Itak gulini top. 4 ta guli bor. Shil bo'ladi. Mana bu olma bo'ladi. Mana bu qarg'a. Bunisi qarg'a. Mana bunisi kirpich bo'ladi. G'ish. Qaysi biri mana shu 4 tadan? Chil. Yaxshi, turizm ham yes. Itak qaysi kartaligini topsang, farq yo'q. $100 seniki. $100 yutib oladigan ko'ramiz degani. Podskaska ham bo'lmaydi? Yo'q. Xohlasang 400 mingni olib, shunda ketsang bo'ladi. Yo'q, to'y. Kim taslim oladi? Ne oldu? Ona. O'zgartirmaysan qaroringni. Rostdan o'zgartirmaysan. $100 ketyapti. Yo'q. $100 bo'larding, billa. Ma, yaxshi o'yin. Jigarlar, sizlar bilan ham o'yin qilishni xohlasanglar, kommentda bosinglar, go deb yozamiz.